Sunduğunumuz hadisler toplumu, rozu bölümü, so'rluq, iftar ve rozunu ulab tutuşunun bayanı. 2942 hadis. Enes ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundaq degan: So'rluq yanglar. Şübhesiz ki so'rluqda bereket var. Buxoriy 2923 hadis. 2943 hadis. Miqdam ibn Ma'di Karb radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundaq degan: So'rluq yanglar. Çünkü o hakikaten mübarek tamaktır. Nesai 2164 hadis. Albani senede sahih degan. 2944 hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundaq degan: Mü'minning so'rluqi xurma bo'lsa pek yaxshi. Abu Davud 2345 hadis. Albani sahih degan. 2945 hadis. Zeyd ibn Sabit radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen birge so'rluq edik. U tamoqni yeb bo'lgandan keyin namozga turdi dedi. Anas radıyallahu anhu uningdan so'r bilan azanning oraliqida qanchalik vaqt o'tdi deb so'ragan edi. Zeyd 50 oyat o'qigudek vaqt o'tdi dedi. Buxoriy 1921 hadis. 2946 hadis. Zir mundaq deydi: Biz Huzayfa radıyallahu anhu'dan sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen so'rluqni qaysi vaqt yegan eding deb so'ragan edik. U tang xilil suzib qilgan, lekin tang tek atmagan edi dedi. Nesai 2152 hadis. Albani sanadi sahih degan. 2947 hadis. İbn Mesud radıyallahu anhu bundaq deydi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal tug'ilgan azan sizlarni so'rluq yeyishni to'xtatib qo'ymasin. Chunki Bilal tahajjud namozi o'qiyotganlarning azroq aram elilishi va uxlayotganlarning uyg'onishi uchun azonni bo'ldirlat olaydi. Tongning mundaq yo'rishi shafaq emas dedi. Ravi mundaq deydi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qo'lini ko'tarib osmonga so'zib, barmoqlari bilan ishorat qilib, mana shundaq yo'rg'onga qadar yanglar dedi. Yana bir rivoyatda naql qilinishicha tong to'g'risiga emas, balki uzunsiga ko'ringan yo'riqdir degan. Muslim 1093 hadis. 2948 hadis. Salim ibn Abdullah dadasidan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Bilal azanni boldirli to'laydi. Shunga İbn Ummu Maktum azan to'lig'icha yeb ishinglar. Ravi İbn Ummu Maktum radıyallahu anhu ama bo'lg'achqa uningga tong yo'rdi deyilmigicha azan to'limaydi. Buxoriy 617 hadis. 2949 hadis. Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundaq degan: Kech kirsa, quyosh botsa, ro'zlar odam iftar qilsa bo'ladi. Muslim 1100 hadis. 2950 hadis. Abdullah ibn Abu Avfa radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Ramazan ayida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen seferge chiqdik. Kuni o'ltirgan aman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey palani, tushkin, bizga tamoq talqon chilib bergin" dedi. Bu kishi: "Ey Allohning rasuli, tek kech bo'lmadi" degan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yana bir qatim tushkin, bizga talqon chilib bergin dedi. Shuning bilan u tushib talqon chaldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kelib uningdan ichdi. Ondan keyin qo'li bilan ishorat qilib, quyosh bu tarafdan petib, qorong'ulik bu tarafdan kelgan aman ro'zlar iftar qilsa bo'ladi dedi. Muslim 1101 hadis. 2951 hadis. Malik radıyallahu anhu'ga yetken bir hadisda mundaq deyilgan: Osman ibn Affan radıyallahu anhu'nun zamanida akşamı ay ko'rilgan bo'lsa-mu, Osman radıyallahu anhu quyosh g'oyib bo'lib kech kirmaguncha iftar qilmagan. Malik rivoyat qilgan. 2952 hadis. Sahl ibn Sa'd radıyallahu anhu'dan rivoyat qilinadiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundaq degan: Kishilar iftorni kechiktirmay qilsalar, hamisha yaxshilik ustida bo'ladi. Buxoriy 1957 hadis. 2953 hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivoyat qilinadiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundaq degan: Musulmonlar iftorni kechiktirmay qilsalar,
din hamisha g'olib va hokim o'rinda turadi. Chunki Yahudi va Nasaralar iftorni kechiktiradi. Abu Davud 2353 hadis. 2955 hadis. Abu Atiyya mundaq deydi. Men Ayşe radhiyallohu anhaga aramızda Peygamber sallallohu alayhi vasallamning sahabalaridan ikki kishi bor. Ularning biri iftor qoldirib so'rliqni kechiktirdi. Yana biri iftorni kechiktirib so'rliq qoldiradi dedim. Ayşe radhiyallohu anha qaysi iftor qoldirib so'rliqni kechiktirdi deb so'radi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shunday qildi desam, Peygamber sallallohu alayhi vasallam shunday qiladi dedi. Nasai 2158 hadis. Albani sahih degan. 2956 hadis. Yana bir rivoyatda u ikkisining biri iftorg'imi namozga oldiraydi, yana biri iftornimi namozga kechiktirdi deyilgan. Muslim 1099 hadis. 2958 hadis. Sabit Bunani Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namoz o'qishdan ilgari bir qancha o'l xurm bilan iftor qiladi. Agar o'l xurmi bo'lmasa, quruq xurm bilan iftor qiladi. Agar u bo'lmasa, bir qancha yutum suv bilan iftor qiladi. Abu Davud 2356 hadis. Albani Hasan va sahih degan. 2960 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam iftor qilganda susuzlik ketdi, tomirlar o'l bo'ldi. Alloh xolisa ajrmi qilmashdi deydi. Abu Davud 2357 hadis. 2962 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Ro'zadorlar etgan oqshomda misvak ishlasa bo'ladi, lekin ko'pikini yutsa bo'lmaydi. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan. 2964 hadis. Kesir ibn Ziyad radhiyallohu anhu rivoyat qilindi ki İbn Abbas radhiyallohu anhu mundaq degan. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonida ig'iz burnini chayqalligini ko'rdim. Ahmad 16569 hadis. 2965 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi ki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ro'zni iftor qilmasdan ulab tutishdan to'sdi. Sahabalar sen shunday qildi ekansan-ku deb so'ragan edi. Shubhasizki men sizlarga o'xshamayman. Chunki men rizqlantirilib va tug'ilib turaman. Ya'ni Rabbim meni oziqlantirdi va ussizligimni qondirdi dedi. Muslim 1102 hadis. 2966 hadis. Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan yuqorqi hadisga o'xshash bir hadisni rivoyat qilgan bo'lib, uningda munolarni qo'shib bayon qilgan. Sahabalarning ro'zini iftor qilmasdan, ularni o'tishdan kechmaganligini ko'rgan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ular bilan 2 kun arq-marqa ulab tutdi. 3-kuni oy ko'rindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam agar oy ko'rinmagan bo'lsa edi, ularni jazolash uchun ro'zni ulab tutavergan bo'lardim dedi. Buxoriy 1965 hadis. 2967 hadis. Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ro'zni